bo'ladi. Keyingi lavha taqdimoti Milliy gvardiya chavandozlar maktabidan tayyorlangan. Demak, chavandozlikka qiziqadigan yurtdoshlarimiz bo'ladigan bo'lsa, ekran qarshisiga yaqinroq joylashib olishingizni so'raymiz. Bu lavha albatta bizga ham qiziq. Hech kimni befarq qoldirmaydi deb o'ylayman. Marhamat, birgalikda tomosha qilamiz. Otda yurish inson salomatligi uchun juda foydali bo'lib, kasalliklarning oldini olishga yordam beradi va badanni chiniqtiradi. Bu mashg'ulot tabiiy muolaja hisoblanib, Ibn Sino ta'limotlariga ko'ra, inson tabiatini mustahkamlash va badan tarbiya uchun samaralidir. Otda yurishning umurtqa pog'onasini mustahkamlaydi, mushaklarni chiniqtiradi va qad-qomatni tik tutishga yordam beradi, tanadagi qonni aylanishini yaxshilaydi hamda umumiy immunitetni oshiradi. Shuningdek, ot bilan muloqot asab tizimini tinchlantiradi va stressni kamaytiradi. Shuning uchun ham mutaxassislar tez-tez otda sayr qilishni tavsiya qilishadi. Bugun yurtimiz bo'ylab faoliyat yuritayotgan ot sport maskanlari va ot choparlarda buning uchun sharoitlar yaratilgan. Urganch tumanidagi Milliy gvardiya chavandozlar maktabi bugun misol sifatida keltirish mumkin. Yaqinda majmuada Jaloliddin Manguberdi harbiy akademik litsey bilan hamkorlikda ochiq eshiklar kuni va mahorat saboqlari o'tkazildi. Jarayonda harbiy akademik litsey o'quvchilari otlar bilan yaqindan tanishib, ularning parvarishini, xarakterini hamda sportdagi o'rni haqida batafsil ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Eng qiziqarli jihati shundaki, yoshlar ot minishni amalda sinab ko'rib, chavandozlikni ilk ko'nikmalarini egalladilar. Bu darslardan maqsad o'quvchilarning vatanga bo'lgan muhabbatini yanada oshirish, ota-bobolarimizdan meros qolgan qadriyatlarimizni targ'ib qilish va ot minish jarayonlarini yana bir bora kuchaytirish uchun bo'lib o'tdi. Hozirgi kunda bizning chavandozlar maktabimizda 35 nafar otimiz bor. Karabayir, Axaltekin, Poni, nemis zotlariga mansub. Bizlarning otlarimizni o'zlarini mutaxassislari bor. Otlarga o'z vaqtida reja asosida ovqatlantiriladi va vrachimiz ko'rigidan o'z vaqtida o'tkazilib turiladi. Chavandozlar maktabimizda hozirgi kunda 20 nafar sportchimiz polo konkurs sport turlari bo'yicha maxsus mutaxassislar va trenerlar tomonidan mashg'ulotlar olib bormoqdamiz. Undan tashqari bizlar tashkilotlar bilan ham hamkorlik memorandumlarini imzolaganmiz. Hozirgi kunda 70 ta tashkilot bilan memorandum imzolab 3818 o'quvchini qamrab olganmiz. Bu memorandumning asosiy maqsadi yoshlarni ot sportiga jalb qilish, Xorazm viloyatida ot sportini rivojlantirish, ommalashtirish maqsadida qilganmiz. Mutaxassislar tomonidan o'tkazilgan mahorat darslarida ot sportining zamonaviy yo'nalishlari, xavfsizlik qoidalari va professional tayyorgarlik jarayonlari namoyish etildi. Bu esa yoshlarda nafaqat qiziqish, balki kelajakda ushbu sport turiga jiddiy yondashish istagini uyg'otadi. Men Jaloliddin Manguberdi nomidagi harbiy akademik litsey o'quvchisi. Mana bugun Milliy gvardiya chavandozlar maktabiga tashrif buyurdim. Mana biz bugun ot minish saboqlarini o'tmoqdamiz. Avvallari men otlarni faqatgina televizor orqali ko'rganman va bu sport turiga qiziqqanman, ammo menda ot minish iloji bo'lmagan. Mana bugun bu yerga kelib men birinchi marta ot minib ko'rdim va menga bu juda ham yoqdi. Kelajakda mana shu sport turi yo'nalishida shug'ullangan holatda nafaqat O'zbekistonda, balki jahon chempionatlarida qatnashib, O'zbekiston Respublikasi bayrog'ini ko'klarga ko'taraman. Bunday tadbirlar yoshlarning sog'lom turmush tarziga yo'naltirish, ularning vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hamda milliy sport turlarining keng targ'ib etishda muhim ahamiyat kasb etadi.